Tövəndə ehtimal hazırga kadar hiç anlap bakmagan, hiç körüp bakmagan bir hayvanның resmini sizimiz. Sizmoqchi bo'lgan hayvanның ismi armadillo. Çünkü özümüz bilmeydiğin bir hayvanның resmini sizish uchun izdinish natijasida imkon dalilini texmi yaxshi tushunaleymiz. Oldi bilan armadilloning badanini sizayli. Qani o'ylab baqing, armadilloning badanini qancha xil siza olishimiz mumkin? Yoki boshqacha qilib so'rasak, hozir yer yuzida yashayotgan 7 milliard insonning har biriga birdan qalam bersak, ulardan armadilloga bir badan sizishini talab qilib qolsak, armadilloni hech ko'rib boqmagan bu insonlarning har biri o'xshash bo'lmagan shakldagi armadilloni sizib chiqamdi yo'q. Albatta shundoq bo'ladi. Har birining sizg'ini boshqa birisininkiga hargiz o'xshamaydi. Masalan, biri onu 5 metr egizlikda qilib sizsa, yana biri 10 santimetr qilib sizishi mumkin. Biri kengligini 1 metr qilsa, boshqasi 5 santimetr qilib sizishi mumkin. Biri bu hayvonni 4 futlik qilib sizsa, yana biri 2 futlik qilib sizishi mumkin. Biri qizil sizsa, yana birisi yeshil. İş qilib, armadilloning badanining sanab tugatkisiz ko'p ehtimolligi bo'lg'achqa 7 milliard insonning har biri uningga o'xshamagan 7 milliard badan shaklini sizishi mumkin. Agar har bir kishidan o'xshamagan 2 xil badan sizib chiqishni talab qilib qolsak, u chog'da armadilloning 14 milliard xil shakldagi badan ehtimoli maydonga kelishi mumkin. Endi armadilloga bir chiroy sizayli. Yana o'xshash savol. Armadilloga qancha xil chiroy siza olishimiz mumkin? Javobim o'xshashla, cheksiz chiroy siza olishimiz mumkin. Chunki 7 milliard insonlardan armadilloga chiroy sizishni talab qilib qolsak, har biri o'xshamagan chiroylarni sizib chiqadi. Biri burnining uzun sizsa, yana biri qisqa qilib sizishi mumkin. Biri quloqini beshining ikki yenida qilib sizsa, yana biri ustida qilib sizishi mumkin. Biri sizgan eg'izda 5 tal tish bo'lsa, yana birininkida 10 tal tish bo'lishi mumkin. Demak, ko'rib boqmagan bir hayvon uchun cheksiz chiroylarni sizib chiqish albatta mumkin. Buning sanab tugatkisiz ko'p ehtimolligi bor. Endi biz armadilloga a'zolarni sizayli. Ya'ni qo'li qandoq bo'lsin, puti qandoq bo'lsin, barmoqlari qandoq bo'lsin degandek, uningga lozimliq boshqa a'zolari qandoq bo'lsin. Savolimizni ixchamlab aytsak, armadilloning a'zolarini qancha xil qilib sizib chiqa olishimiz mumkin? Tabiiyki, cheksiz xilda siza olishimiz mumkin. Chunki biri qanotli qilib sizsa, yana biri qanotsiz qilib sizishi mumkin. Biri putini 1 metr qilib sizsa, yana biri uni puti yo'q, o'miligicha qilib sizishi mumkin. Biri barmoqlarini 3 qilib sizsa, yana biri 5 barmoqli qilib sizishi mumkin. Mana mushiningga o'xshash cheksiz ehtimolliklar ichida har kim armadilloga o'xshash bo'lmagan a'zolarni sizib chiqishi mumkin. Ani shundoq hisoblab 7 milliard insonning har birining qo'lida qalam bor deb faraz qilganimizda, o'xshash bo'lmagan 7 milliard xil a'zo loyihalanib chiqishi tabiiy. Endi biz armadilloning xususiyatlarini bekitaylik. Ya'ni jasur bo'lsinmi yoki qo'rqinchoqmi? Agar jasur bo'lsa, jasoratining darajasi qanchalik bo'lsin? Yana harakati osti bo'lsinmi, tizmi? Agar tiz bo'lsa, sur'atining eng yuqori tezligi qanchalik? Yana o'rin bo'lsinmi yoki ishchan? Agar o'rin bo'lsa, o'rinliqining darajasi qanchalik? Mana mushiningga o'xshash butun xususiyatlarini takror tanlayli va tanlagan har bir sifatining darajalarini aniq bekitayli.
Bu jihatdimi armadillo uchun biz tanlay oladigan yuzlarcha sifatlar va har bir sifatlarning ya'ni yuzlarcha darajalari bor ekanki, shulardan birini tanlashimiz lozim. Endiki sualimiz, hozir dunyoda yashayotgan 7 milliard insonning oldiga armadillo uchun tanlashga bo'ladigan yuzlarcha sifatlarni qo'ysak va bu hayvonning sifatlarini va sifatlarning darajalarini bekitishni talab qilib qolsak, acaba 7 milliard xil natijaga erishmasmizmi? Albatta shundoq bo'ladi. Demak, tanlanadigan sifatlar uchunmi cheksiz ehtimolliklar bor. Demak, armadilloni sizay deb tamshalganimizda uning uchun sizishga bo'ladigan milliardlarcha farqli badan, ya'ni milliardlarcha farqli chiroy, milliardlarcha farqli a'zolar o'ttirg'i chiqadi ekan. Uningdan boshqa yana armadilloga tanlaydigan cheksiz sifatlarmi bor ekan. Mana mushundaq cheksiz mumkinchiliklarning ishida tug'unimizda oldimizga bir armadillo chiqib qoldi. Uning rasmi emas, balki dal o'zi. Qarasak, uningga eng mukammal badan va eng go'zal bir chiroy berilibdi. Eng hikmatlik va foydali bo'lgan a'zolar o'rinlashtirilib, hayotining davom qilishi uchun lozim bo'lgan sifatlarga ega qilinibdi. O'ylab boqayli. Bu cheksiz mumkinchiliklar ichidan bu qadar go'zal va hikmatlik bo'lgan bir ehtimolning uningga tanlanishi bir tanlag'uchining, bir tayin qilg'uchining va uni ta'sis qilg'uchi zotning qilgan ishi bo'lmasdan, balki bir tasodifiylikning natijasi bo'lishi mumkinmi? Bundaq bir tanlanishning ehtimolligi bormi? Albatta yo'q. Mana bu yuqorqidek cheksiz imkoniyatlar ichidan eng mukammal bo'lgan bir ehtimolning tanlanishidan iborat haqiqat dal imkoniyat dalilidir. Ko'ryotamizki, har bir borliq o'ziga maxsus bir vujudga, chiroyli bir qiyofatga, hikmatlik va foydali a'zolarga va hayotining davom qilishi uchun lozimlik bo'lgan sifatlarga ega qilinib, bu dunyoga avatilib o'tibdi. Halbuki ularga bu cheksiz imkoniyatlar ichidan shu maxluqqa mos bo'lgan mukammal bir vujudni berish, o'zgacha naqshlantirish va munosib bo'lgan holatda qiyofatlantirish, hikmatlik, foydali a'zolar bilan qurollantirib, vujudiga munosib sifatlarni yerlashtirish albatta bir tanlag'uchi, ta'sis qilg'uchi va uni tayin qilg'uchi Allohning ishidirki, tasodifiylikning ishi asli bo'lolmas. Biz misol uchun bizga tanishlik bo'lgan hayvon tögiga qarab, uningdagi eng uyg'un o'rinlashtirishlarning qanday tanlanganligiga bir nazar solib boqaylik. Tögining loksi ombariga o'xshaydiki, u shu ombardagi rizq bilan necha kunlab hayotini qamdiya oladi. Suv ichmay 3 hafta bardoshlik bera oladi. Oyiqi keng bo'lib, qumga petib qolmay yugurga oladi. Ko'z qopqidagi kirpiklar to'rsimon bo'lib, eng dahshatli bo'ronlardimi uning ko'ziga qum to'zonlar kirolmaydi. Burni shundoq bir shaklda yoritilganki, eng qo'rqinchli bo'ron chopqinlardimi erkin nafas ola oladi. Üstünki kalpuki yerik bo'lib, tikanlik ko'l o'simliklarini qiynalmay yeyalaydi. Uzun bo'yni, egiz shoxlardagi yaproqlarni yeyalishiga kifoya qiladi.
Sizlari müngüzgə oxşaş qattiq və qilin bo'lgan bir qattiq teri bilan qoplangan bo'lib, bu teri tögə qumda yotqanida uni yerning yarlandirishidan saqlaydi. Tögə bu qilin terisining yordamida yozning 50 graduslik issig'imi, qishning 0 dan tuvan 50 darajadagi sovuqligimi bardoshlik bera oladi. Va shuningdek nurg'un ortiqchiliklar uningda mavjud. Masalan, tögining boshqa aloyidliklari bor bo'lib, faqat oyiqi otninkidek bo'lib qolgan bo'lsa edi, cho'lda 1 kilometrmi mangolmaydi. Yoki kirpiklari to'rsimon bo'lmagan bo'lsa edi, bo'ron chopqilladimi bir qadammi ilgarilanmaydi. Va yoki kalpuki yirik bo'lmagan bo'lsa edi, qaqasliqlarda och qolgan bo'ladi. U chog'da boshqa aloyidliklarning ahamiyati qolarmidi? Tögünün bedeni üçün şekil cəhətdə çeksiz ehtimallıqlar bar turğuluq, muşu şəkildə ən mükəmməl bədən və qiyafət onunğa verilibdi. Ən hikmətlik əzalar bilən qurallandırılıbdı və onunğa ən lazımlıq sübətlər verilibdi. Əlbəttə bu bir tanlığıcını, təsis qılğıcını isbatlamasmı? U zatning ilmini va qudratini izlagan ko'r ko'zlarga bu alomatlar yetmasmi? Endi siz fillarni, baliqlarni, qushlarni, hasharotlarni, o'simliklarni va boshqa mahluqotlarni tugiga qiyos qilib boqing. Ularning badallari, qiyofatlari, a'zolari va sifatlari uchun mumkin bo'lgan cheksiz imkonlarni o'ylab boqing. Ondan eng mukammal ehtimolning tanlanib, shu maxluqqa berilishini muloyiza qiling. Uningdan keyin bu tanlashning tasodibiylikning natijasi yoki emasligini o'z-o'zingizdan so'rab boqing. Ani shu chog'da his qilasizki, bundaq cheksiz imkonlar ichidan eng go'zal bir imkonning tanlanishi bir tanlag'uchining borligini isbotlaydi. Agar butun maxluqotni kuzatalmasangiz, bir chivinning qanotiga qarab o'ylab boqing. Chivinga taqashqa bo'ladigan minglarcha qanot shakli bor turib, uning badaniga mushi xildagisi tanlanibdi. Yana kelib bu birli chivinda emas, balki yaratilgan butun chivinlarda o'xshash tarzda ekan. Acaba minglarcha qanot imkoni bor turib, eng mukammalining tanlanishi va uning butun chivinlarda shundoq bo'lishi tasodibiylikning asri bo'la olamdi? Yig'ib aytsak, yuqoridagi dalillarning soyasida imkon dalilini mundaq xuloslaymiz. Bu olamdagi har bir borliqning o'ziga xos maxsus bir vujudi bor. Ularning vujudining cheksiz ehtimoli bor turib, eng mukammal bir imkonning tanlanishi bir tanlag'uchining borligini isbotlaydi. Bu tanlag'uchi bo'lsa, dal Alloh taoladir. Yana bu olamdagi har bir borliqning o'ziga xos bir qiyofat shakli bordir. U qiyofat va shakllarning cheksiz ehtimolligi bor turib, eng go'zal bir qiyofatning tanlanishi bir iroda sohibining borligini isbotlaydi. Bu iroda sohibi bo'lsa, Alloh taoladir. Yana bu olamdagi har bir maxluqotning o'ziga xos shaxsiyati bordir.
u shaxsiyatning cheksiz ehtimolligiga botirib, eng go'zal shaxsiyatning tanlanishi bir ta'sis qiluvchining borligini isbotlaydi. Bu ta'sis qiluvchi bo'lsa Alloh taolodir. Yana bu olamdagi har bir maxluqotning o'ziga xos sifatlari va hikmatlik a'zolari bordir. U sifatlar va a'zolarning cheksiz ehtimolliklari bor turib, eng go'zal bir imkonning tanlanishi bir tanlag'uchining, ta'sis qilg'uchining va tayin qilg'uchining borligini isbotlaydi. U faqat Alloh taolodir. Qisqasi, olamning vujudi tugul bir chivinning qanotini tasoddifilik bilan tushundirish asli mumkin emas.